Nimaga odamlar orzularini har doim orqaga surib turishadi? Ularga ishonch yetishmaydimi? Yo'q, muammo boshqa narsa. Ularga aniqlik yetishmaydi. Ya'ni harakatlardagi aniqlik emas, yo'l hech qachon aniq bo'lmaydi. Orzudagi aniqlik yetishmaydi va oxiri o'sha orzu ularniki bo'lishligi haqidagi aniqlik. Birinchidan, aniqlab olish kerak. Bu orzu haqiqatdan siznikimi yoki jamiyat bu orzuni siz ongingizga shuni orzu qilishing deb joylashtirgan. Chunki orzu sizniki bo'lmasa, unga yetishish judayam qiyin bo'ladi. O'zingizni majburlaysiz bu harakatlarni bajarish uchun. O'zingizni orzuyingizga esa konkretikani kiritishingiz kerak. Ya'ni men yaxshi yashashni xohlayman, ko'p pul topishni xohlayman yoki yaxshi ko'rinishni xohlayman emas. Bu yerda umuman konkretika yo'q. Nech pul, nimaga bu pul, nimaga sarflaysiz yoki yaxshiroq yashamoqchi bo'lsangiz, hamma uchun yaxshiroq yashash har xil. Bu hammasi konkretno bo'lishi kerak. Va ikkinchisi, bu orzu aniq sizniki bo'lishini bilishingiz kerak. Ishonishingiz emas даже, aniq bilishingiz kerak. Misol uchun, siz bolangizni 10 daqiqadan keyin borib bog'chadan olib kelishingiz kerak. Siz bunga shubha qilmaysiz? Men borarmikinman, bormasmikinman deb. Siz aniq bilasiz, hozir turasiz, borasiz, olib kelasiz. Orzungiz ham sizniki oxirida shunaqa bo'lishini aniq 100% bilishingiz kerak.